هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enbiya tefsiri 41. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Enbiya suresi 41. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Senden ilgari hakikaten nurgun peygamberler mesxir kılındı. Ulanı mesxir kılgıçılarga mesxir kılganlıkның cezası bolgan azap nazil boldu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mesxir kılgıçılarga sizlarni kechida ve kunduzda merhametlik Allah'ның azabıdan kim saklaydı degin. Belki ular Rabbinin kalamıdan yüz örgüçülerdir. Ularning bizden başka özlerini qoğdaydigan ma'budlari barmı? Ularning çoqunayotgan ma'budlari özlerini qoğdaşqımı qadir bolalmaydı. Bizning yardımimizgimi erişelmeydi. İlgiri mazak kılıngan peygamberlerden ibret iliş ve teselli tepiş. Allah Teala Peygamber aleyhisselamga müşriklarning mazak kılış ve işenmeslikidin kelgen aziyetiga teselli berip mundaq dedi. Senden ilgiri hakikaten nurgun peygamberler mesxir kılındı. Ulanı mesxir kılgıçılarga mesxir kılganlıqının cezası bolgan azap nazil boldu. Yani düşni yirak deb sanıgan azap ulağı düştü. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Senden burun ötken peygamberlermu inkar kılındı. Ula inkar kılınganlıqıga ve özlerine yetken aziyetlerge sabr kıldı. Ahir ula bizning yardımımızga erişti. Allah'ның sözlerini her qandaq adam özgertelmeydi. Şübhisiz ki peygamberlerinin kıssaları sana nazil boldu. Andın Allah Teala bendilerine özünün ulanı keçisi ve kündüzü saklayatkan bu nimetini esiltip mundaq dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mesxir kılgıçılarga sizlarni kechida ve kündüzde merhametlik Allah'ның azabıdan kim saklaydı degin. Belki ular Rabbinin kalamıdan yüz örgüçülerdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kişilerge sizlarni kechida ve kündüzde merhametlik Allah Teala'dan başka kim saklaydı degin. Belki ular Allah Teala'nın özleriga qiygan nimet ve yaxşılıklarını tanımay, onun ayetlerinden ve nimetlerden yüz örgüçüdür. Ularning bizden başka özlerini qoğdaydigan butları barmı? Yani bizden başka ularni saklaydigan ilahlar barmı? İş ular guman qilgandek ve o'ylagandek emas. Şunun için Allah Teala mundaq dedi. Ularning çoqunayotgan ma'budlari özlerini qoğdaşqımı qadir bolalmaydı. Avfi İbn Abbas radiyallahu anhumanın bizning yardımımızgimi erişelmeydi degan ayetning ma'nosi to'g'risida ular bizga hamroh bo'lalmaydi deganligini rivoyat qildi. Bularni yani müşriklarni ve ularning ajdodlarini dunyoning mol mulkidan bahramand qildik. Hatta şu nimet işide ularning ömrü uzun bo'ldi. Ularning
ziminning atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadammu qadam taraytib berayotganligimizni ularmi bilmamdi. Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Gaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashlikinglarning qattiqligidan xuddi gasga o'xshash da'vatni anglay olmaysizlar. Vaz nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ular Rabbingdan ozg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy esit, Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qilibdik deydi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilcha uval qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yaman odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qishi chog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Mushriklarning dunyodan uzun vaqt bahramand bo'lganligi uchun gollanib ketganligi va ularga haqiqatning bayon qilib qo'yiladiganligi. Allah Teala mushriklarning ozg'unlikka yetib ketishiga, ularning dunyoning nozu ne'matlaridan bahramand bo'lishi va u nozu ne'matlarning ichida uzun muddat yashab, o'zlarini haqning ustida deb gumon qilishining ularni go'llab ketganligidan xabar berib, mundaq dedi. Bularni, ya'ni mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramand qildik. Hatto shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ondan Alloh taolo ularga nasihat qilib mundaq dedi. Ularning ziminning atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadam-qadam taraytib berayotganligimizni ularmi bilmamdi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. Hasan Basri bu oyatdan islom dinining kufr ustidan g'alaba qiladiganligi ko'z tutiladi dedi. Ya'ni kafirlar Alloh taolaning o'zining yaqin bandalariga o'zining dushmanlari ustidan g'alaba ato qilganligi, burunqi ishonmagan ummatlarni va aholisi zolim shaharlarni halok qilib, mu'min bandalarini qutuldirib qolganligidan ibrat olmamdi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Balki ular eng ziyon taqqan va qattiq mag'lubiyatga uchirg'uchilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantirman degin. Ya'ni haqiqatan men Alloh taolo tarafidan avatilgan sizlarni azobdan ogohlantiruvchiman. Bu Alloh taolaning menga vahiy qilishi orqali bo'ladi. Lekin Alloh taolo ko'zi, quloqi va dilini pechatlayotgan kishiga bu ogohlantirish hech qanday foyda bermaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Gaslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashlikinglarning qattiqligidan xuddi gasga o'xshash da'vatni anglamaysizlar. Va'z nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ular Rabbingdan ozg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy esit, Allohning payg'ambarlarini inkor qilib, haqiqatan o'zimizga zulm qilibdik deydi. Ya'ni shu inkor qilguvchilarga Alloh taolaning azobidan kichikkina yetsa, albatta ular o'zlarining o'tkazgan gunohlarini va
Dünyada özlerining uval qilganliklarini tonib yetidi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uval qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Rabbing hech odamga zulm qilmaydi. Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. Öz dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Luqman aytdi: Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, u uyul toshning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qetida yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Allah uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Allah haqiqatan inchki kuzatkichidir, hammadan xabardardir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tilga yengil, ammo tarozi mizonda ig'ir Alloh taologa suyimlik ikki so'z bor. U bo'lsa-mu Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohil azimdir. İmam Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan bir kishi Payg'ambar alayhissalomning oldida o'ltirib, "Ey Allohning payg'ambari, haqiqatan qo'llarim menga vafosizlik, xiyonat va osiylik qildi. Shuning bilan men ularni urib tillayman. Buning hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ularning sana xiyonat, osiylik va vafosizlik qilganligidan sening ularni jazolaganlaringning hammasidan hisob ilindi. Agar sening ularga bergan jazoing ularning gunohiga tushlik bo'lsa, tangmi-tang bo'lib, sana yaxshilik yoki yomonlik bo'lmaydi. Agar ularga bergan jazoing ularning gunohiga qaraganda yengil bo'lsa, bu sen uchun bir yaxshilik bo'ladi. Agar ularga bergan jazoing ularning gunohiga qaraganda ig'ir bo'lsa, qisos yuzidan sening yaxshiliklaring ularga elib berildi" deb javob berdi. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. U kishi Payg'ambar alayhissalomning oldida turib, buqildab yig'lashga boshladi. Payg'ambar alayhissalom Qur'ondagi: "Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uval qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz" degan oyatni u nimishqa o'qimamdi, u nimishqa o'qimaydi dedi. Ondan eliq kishi: "Ey Allohning payg'ambari, menga qullarimni ozod qilib etishdan boshqa bir yaxshi yo'l yo'q o'xshaydi. Shak shubhisizki, ularning hammasining ozod bo'lganligiga seni guvohchi qilaman" dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uchi Tavratni, nurni taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik. Taqvodorlar Rabbini ko'may turib, uningdan qo'rqidi. Hamda ular qiyomatning dahshatidan titriguchilardir. Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. U
Arab camiasi, ey Arab camiasi, u shuncha ro'shan tursimu sizlar uni inkor qilamsizlar? Tavrat va Qur'onning nozil qilinganligi. Yuqorida deyilgandek, Alloh taolo ko'pincha vaqtda Musa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomni, Tavrat bilan Qur'onni bir yerda keltirdi. Bu yerdimi shundoq keltirib mundaq dedi. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan va'z nasihatni berdik. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga kitobni berdik. Abu Solih mundaq dedi. Tavratni berdik. Qatada mundaq dedi. Halol bilan haromni, haq bilan nohaqni ayiradigan Tavratni berdik. Yuqorqi so'zlarni yig'inchoqlaganda osmondan nozil qilingan hamma kitob haq bilan nohaq, to'g'ri yo'l bilan xato yo'l, to'g'ri bilan xato, halol bilan haromni ayirib, dillarni nurlantirib, to'g'ri yo'lga boshlab, xato yo'ldan ogohlantiruvchi va taqvodor kishilarga va'z nasihatdir. Ondan Alloh taolo taqvodorlarni sifatlab mundaq dedi. Taqvodorlar Rabbini ko'rmay turib, uningdan qo'rqidi. Hamda ular qiyomatning dahshatidan titriguchilardir. Alloh taolo taqvodorlarning Alloh taoloni ko'rmay turib, uningdan qo'rqadiganligi haqida mundaq dedi. Kimiki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilg'uchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar, bu mangu qilish kunidir deyiladi. Rabbidan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Ondan Alloh taolo Qur'onni bayon qilib mundaq dedi. Bu biz sizlarning tilinglarda nozil qilgan muborak Qur'ondir. Bu oldi keynidan hech qanday nohaq yuzlanmaydigan Qur'ondir va u hikmat bilan ish qiluvchi madhiyaga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ey Arab jamoasi, u shuncha ro'shan tursimu sizlar uni inkor qilamsizlar? Musa Harunlardan burun biz İbrahimga haqiqatan dunyo va oxiratda yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarlikning ahli ekanligini bilatdik. O'z vaqtida İbrahim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mensitmay otasiga va qavmiga, sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinasizlar dedi. Ular ota-bobolarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ota-bobolarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. İbrahim, sizlarmu ota-bobonglarmu foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglayolmaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar dedi. Ular, sen rost deyotamsan yoki chaqchaq qilyaptamsan dedi. İbrahim aytdi, undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Rabbinglar osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ularni u yaratgan. Menmi uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. İbrahim alayhissalom bilan uning qavmining qissasi. Alloh taolo do'sti İbrahim alayhissalomga haqiqatni burunla tonutganligini, ya'ni uningga kichkidan boshlab o'zining qavm bilan munozirlashishi uchun hujjat paketlarni berganligidan xabar berib mundaq dedi. Musa Harunlardan burun biz İbrahimga haqiqatan dunyo va oxiratda yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. O'z qavmiga raddiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir.
biz uning payg'ambarlikning ahli ekanligini biletdik. İbrahim bu hüccet paketlarga erishishga loyiq edi. Öz vaqtida İbrahim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mensitmay, otasiga va qavmiga: "Sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima? Ya'ni nima uchun bu butlarga cho'qinasizlar?" dedi. İbrahim alayhissalomning Alloh taoloni qo'yib butga ibodat qilgan qavmini inkor qilishi uningga kichikidan boshlab to'nitilgan haqdir. Ular ata-bobolarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz. Ya'ni ularga ata-bobolarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. Ya'ni ular o'zlarining ata-bobolarining cho'qinganligidan boshqa hech qanday bahona sabab ko'rsatilmadi. Shunga İbrahim alayhissalom: "Sizlarmu ata-bobonglarmu foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglayolmaydigan jonsiz butlarga cho'qinganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar" dedi. İbrahim alayhissalom ularning ata-bobolarini ahmoq chiqarib, ularning ilohlarini haqoratlaganda ular mundaq dedi: "Sen rost deyotamsan yoki chaqchaq qilyapsan? Ya'ni sen bu so'zni chaqchaq qilib deyotamsan yoki rost deyotamsan? Chunki biz seningdan burun hech bir kishidan bundaq so'zni anglab boqmagan." İbrahim alayhissalom mundaq dedi: "Undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Rabbinglar osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ularni u yaratgan. Menmu uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilguvchilardanman. Ya'ni menmu uningdan boshqa iloh va Rabbning yo'qligiga guvohlik beraman." Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Enbiya suresi tefsirinden 56. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.